Ota, bu kim? Bu Jaloliddin Manguberdi. U kim bo'lgan? U yurtini dushmandan himoya qilgan qahramon bo'lgan. Bu dunyoda kurashga taqunu kun. Har qarichong, har bir qarish qalb uchun. Uyg'on bo'lan bebaho baxt uchun, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Faqat shunday vatan uchun. Ota, hozir ham Manguberdilar bormi? Ha o'g'lim, albatta bor. Ma'rifatdan najot izla istiqom. O'qigan har bir kitobing bir ustun. Bir qo'rg'ondir mustahkam, bir istihom. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Davr seni shiddat kutar jadal qil. Yosh joningga shuncha tahdid xavf uchun. Umringni har oning jangu jadal bil. Vatan uchun. Shu millatning ko'rki sensan, naqshi sen. Jismi joning safarbar et xalq butun. Yolg'izlikka o'zing turgan qarshi sen. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Ening joni shavkati ham siyosat. So'nmas aslo tobor ekan bu uchun. To uyg'oqdir har bir ko'z qarosi. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Bobolari hokim borib surishtir. Tug'lari yu tug'ronlarni ko'rib uchun. Umrlari boshdan oyoq kurashdir. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Vatan uchun, xalq uchun, millat uchun. Mehnatdan man tinmay. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Faqat shunday vatan uchun. Ota, men ham katta bo'lsam, Manguberdi avlodlari singari harbiy bo'laman. Barakalla o'g'lim.